Siyoji G'arbki sayohat asrida bu safarda tunji qitim uchraydigan alvasti bo'lsa, Qorayiq alvasti. Yani bu Qorayiq alvasti nima? Eng mukammal ham eng tirishchan alvasti deb qaraydi. Chunki bu butkul asarda qarasangiz bu Qorayiq alvastining bir oriq ko'rinishi yo'q. Haliq arishlik bir avliyo bilan Beijing'si yo'q. Bu butunlay o'zligidan o'rgangan, o'zi tirishib o'rgangan bir alvasti. Onun ustiga bu her tarafdan xabarlarni anglab turishga nəhayət qiziqadigan, her tarafda uchur qabul qilib turdi kesh vaqti. Aşk xabarlarni vaqtida ko'rdi bu xabarni boshlaganda, kunni gazet o'qib turdi deganlik gazetni. Shunga bu Sunukungning chiroyini tunmagan bilan, haliq nomini anglagan. Ben erişin çıktığındaş Evliya Azam degenkin haliq muraqor şuma sen deb bilib qolgan yeri shuningdan buni. Haliq ibodatxonaga o't ketib, zar kasaya yo'qolib ketdi. Shuna bu kasaya kuyib ketgan o'xshaydi. Voy bizning kasayarga eng kuchlar, o't ko'ymaydigan, suvda oqmaydigan narsa degandan keyin shunalar Sunukung so'radi. Mush atrofda bir alvasti bormi, sizlar anglagan desa, buni 20 chaqirim nerisida Qorquyun tog'i bor. Bu tog'da Qorquyun o'nkir va boshqanda bir Qarpalvan alvasti deb bir alvasti var. Bizning ustozimiz bilan doim aloqa qilib turdi, pat-pat nom dastur, nom bilimlar haqida fikrlashib turdi bu degankin. Deb Sunukung shu bardi. Bu alvasti shundaq ro'yat kalam bilan nom dastur haqida fikr almashtirib o'rganib turadigan uchta yaxshi alvasti mavjud. Shunga oxirida ma'murlikdan o'tib, avvalgi suvarlarning yanida xizmat qurilishida bu. Mandayirva. Onun üstüge bu Tangsınga qiziqmaydi, Tangsınni o'ltirib yeyma bu deb tushunmaydi. Bu faqat shu zarka sayani o'g'irlaydi, ta kasaya bezmisi o'tkizma deb tag' turalardi kelib birodar alvaslarni chaqirib bezmi o'tkizmoqchi bo'ldi bu tepiyada. Qarsan Sunukung bilan 3 maydon urushdi. Birinchi qatim urushga vaqt bunisini tuqqandan keyin yengib qilay deganda va to'xtabdi Sunukungni qo'zg'um ochdi. O'g'il olsang men bir tamoq yeb kelay, ananikini urushli deb turibdi. İkinci qatim urushchilik bo'ktirib qo'ydi bu ushaq alvasti bilan. Kashvaq urushxonasi bugun kashf ketdi, aytganmansa. Men o'zim qapqara bo'lganki, men kechitaz bilan ko'mayotganman deb. Demak, men alvasti jangda rangvozlik qilishni bildi. Unda rangvozlik qilib turib urush qilishni qolganlarda kelib urushib zad, urush o'lim kutib olmaydi o'zuncha. Aqlli qilish ishlaydi mening. Avvallik suvaraning buni o'ltirib etmay, oxir epkichilik sababimi? Bu nayt tirishchan özlüğünü örgündü. Rahip kalamlardan, nom dasturlardan daim bilim elib, fikir almashtırıp örgünüp durulgan bir ro'yi var. İkinci mühim yeri bu alvasının uzun ömür görüş xasiyeti var. Şundaq bir iqtidarı var. Bu Qorayiq alvasının 340 necha yaş kirgan deydi. Endi biz ko'rgan televizyon teatr qarsanlar Sunukung zarka sayan damlatgan vaqtda bu ustozning yeni kirayib bizning ustozimiz 100 yılda yaptı, yıqqan kasayamı nayt köp sarxil, erxil kasayarımız bağda. Demek, meğer 100 yılda yaptı, yıqvatıdı. İkincisi birisi de bu rahip kalanımı 200 necha yaş kirgan deydi. Demek, bu qara eyiq üzüyle münasebet yakın alaqını olgan bu rahip kalanımı adet insan durup 200 necha yaş kiraldı. Eriştiki malaikalarımı hatta uzun ömür görüştün yoki Yorun Sultanalik Shaptuni yeyish kerak va yoki Olamgami yeyish kerak va yoki Avliyo Peshvasining Skirnayig'ini yeyish kerak. Zimindagi odat insonlar alvaslar bo'lsa Tangsingni tushunaymiz deydi shunga. Demak, ma alvasti bu Tangsing qiziqmasligiga sabab mishada. Buning shundaq bir alohida xislati bor. Bundaq mahorat erishdiki avliyolarmi yo'q asosan. Avvallik suvara mushin bilib qolg'ashqa, bilgashga shunga buni o'ltirib atmay aktiv xizmat ko'rlashtirdi. G'arb sayohatiki endi bu bo'lgan alvasti bilan bo'lgan munosabatdagi qoida qarsanglar, erishda bir oriq ko'rinishi va munosabat va alvastlarni o'ltirishga bo'lmaydi Sunukung. Chuqum shularni chaqirdi, bular o'zi tutib akitdi, qolganini o'zi bir taraf qildi. Oriq ko'rinish yo'q, o'zlari alvasti bo'lganlarni bo'lsa Sunukung chuqum o'ltirib atdi. Oriq ko'rinish yo'q, o'lmaydigan alvastidan ikkisi bor. Birisi Kaladiva, balisi Xunxayr bilan o'lmaydi. İkincisi shu Qorayiq. Endi bu Kaladivining eng mukammal alvasidir. Buningki xotini va natjari dachisi va balisi va hatto shovsansi va manda dedik. Endi ma Qorayiq alvasi shu Kaladivining qasla bu mashunda mukammal. Birisi uzun ömür ko'ra oladi. İkincisi butkul asar qarsanglar, birdan bir tug'ilgan kunimni o'tkazma deb tug'ilgan kun o'tkazdigandan mashu va. Eliq yılan dil bunun ataytan soğuk tekildi tehi.
Mandaq turmuşunun lezzetini bilen sürüp meniyotgan bir alvasti bu. Bu özlügiden ögünüp maharet yetilgen tövendin pələmpəy uyunca qat-qat yuqur götürülgen alvasti. Bunun maartımı sunulkunla uruşkan köydüğüne maartımı xili yuqri. Onun için muhimi bu melik boğran göz yürüp yoqap kitalaydı tapamaydı. Şuna aval suvaramı bunu boysunduruş için sunulkunla beşidikidek tümür cemrek, altın cemrekini bekitip muşnundan kontrol qilib ektidu. Bu qarayıq alvasının bir arıq görünüşü, işqanaq bulmuşqa, töven tabiqidan çıqqaşqa, bunun kamnası uzun ömür görüşü bağlıdıq. Bunun kamnası şundaq bir engüşler, xisletlik, pul qaraydigan manındaki nesle yok boğaşqa, kamnası şu boğaşqa, bu zerka sayarını şu vaqt şunu oğurlagan. Yaqtırgan dostlar, qoyuncu qoyunlar, başqa suallar var dostlar, pinun üçün bərəbət, jürək berib qoşunu unutup qalmaqlar. Rəhmət.